Assalomu alaykum, hurmatli uchrashuv qatnashchilari, bugun sizlarga oila tadbir rivojlantirish yo'nalishi ajratilgan kreditlarning tartibi bilan tushuncha berib o'taman. Oila va tadbirkorlik yo'nalishida kredit olmoqchi bo'lgan shaxslar ishsiz fuqarolarni bandiga ta'minlash maqsadida Qo'shloq tumanida 12% foiz bilan 50 milliongacha kredit ajratish yo'lga qo'yildi. Kreditning tartibi ishsiz fuqaro o'zi band qiladi. 1 yillik imtiyozli soliqlarni to'lab 50 milliongacha chorvachilik yo'nalishida xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida tadbirkorlik faoliyatini shug'ullanish uchun kredit olishi mumkin. 150 milliongacha bo'lgan kreditimiz esa turizm yo'nalishida uy mehmonxonalar tashkil qilish uchun ajratiladi. 100 milliongacha bo'lgan kreditlarimiz esa chetdan naslli mol olib kelish huquqiga ega bo'lgan, ya'ni sertifikati bo'lgan mollarga ajratishimiz mumkin.